Katalizatorda bitib qo'yan deydi-ku. Bo'shatgandan keyin mana ichiga to'lisida stenni turbadan quyib olish kerak-da, to'liq svorka qilish kerak. Ochiq joy qolmaslik kerak. Lavha deysizlar, mana lavha ko'rsatganman. Ichi prama ochiq. Hozir hamma shunga o'tib ketdi-ku. Mana shunday. Yo'qqa chiqmaslik kerak. Xo'sh, mana bunday qilib kesib olish kerak-da keyin. Ochamiz. Mana ochildi. Xo'sh, mana turba katta bosim urganga shang'illab shavur berish mumkin. Mana o'zinikini ham qo'llab ketyapmiz. Mana plus stiklovata qo'yib yuboramiz. Tamom. Xudo. Xo'sh, maskadan ko'ra mana bu sharoit yaxshi qarang. Buni suvla olasiz stiklovatani. Tamom. Ochiq ishlayverasiz. Bo'g'ilib ham qolmaydi, dimlab ham qolmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Ichi ochiq. Hozir hamma shunga o'tib ketdi endi, prematoshni o'zini yopdi. Mana shunday qilib, mahkam plotni qilib, tushga qoldirmay svorka ham qo'yish kerak-ki. Tamam. Xudo. Mana shuni ketadi. Bosib qo'yinglar.